Assalomu alaykum aziz ko'rman do'stlar. Hammanglarga Allohning salomi, rahmati bo'lg'ay. Fidoyiliklar xush keldinglar. Bugun kechikib qoldik. Savillikman deb qo'yasizlar. Yana men yana boshlag'ach turdim. Yana Abdulaziz birodar bilan vaqt masalasi qilib saqlanish afsus. Xo'sh, gapni qisqartsak, e'londa berilganiga o'xshash xurofotning manbasi ve onun bizi keltirgen ziyin hakkında to'xtalmoqchi bo'lgan edik. Allah xohlasa bugungi tema orqali bizga zodi dinimiz nima yomonlik qildi deydigan, dinni qat'iy qilib o'rganmasdan o'zi anglab olganlari bo'yicha amal qilib, chala pul olsa amal qilish orqali bugun o'ttirib qo'yilayotgan haqiqatning yengilligiga boqmay o'zi eg'iy oladigan, o'rganib qolgan odatlarni, ibodatlarni din sanab bizni ozg'iniz Qatarda ayıplayotgan qarindoshlarga bugungi programning bir manfaatli program bo'lishini Janob Allohdan tilayman. Ekranimizda shu programni hozir qadar taqdim qilib kelayotgan ustoz Kerim Zoir apandim bor. Assalomu alaykum, xush keldilar. Va alaykum assalom. Qanday ahvollar, aytmoqchiman? Bizlar mubdanatulloh amag'aylar. Allohning rahmati bilan bugun yana boshlab oldik. Kechikib qolgan bo'lsaqmi, qilgan bo'lganlar. Xo'sh, bugun sizning taqdim qilishlari bilan xurofotning nima ekanligi, nimani xurofot deymiz? U xurofot qanday bo'lib islomga xurofot degan nom choplanib qoldi? Islomning xurofot deb atilishiga timoq tatlaydigan narsalar nimalar? Uning bizni keltirgan ziyonlar qaysi? Vaqt izlanishlarni anglaymiz inshaalloh. Marhamat. Assalomu alaykum, dunyoning qaysi joylariga hurmatli qarindoshlar, hammanglarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Endi shu programni boshlagandan boshlab ta hozirgacha nurg'un sohada, ya'ni Qur'onning sirtidan paydo bo'lib qolgan va bizni butun dunyo musulmonlarini oqiga so'rab ketayotgan bir narsaning borligini so'zlab o'tdik. U narsaniki har xil endi sohadagi narsalarni so'zlab o'tdik. Shuni xulos sifatida shu narsalarning hammasini nima deb ataymiz deb ot qo'yaylik dedik ham bugun. Ot qo'ysak, uning o'zi eti xurofotga endi. Shuning o'zini bir bu xurofot deganni ikki turli kelimadan kelgan narsa ekan. Biri xurofot, xarafa kelimasidan, yana birisi xurobat nima kelimasidan kelgan. Xurofot degani asossiz, ilmiligi yo'q, soxta so'z va soxta so'zni asos qilgan e'tiqod. Va shu soxta so'zlarni, asossiz so'zlarning soxta asossiz so'zlarni shakllangan xilma-xil ko'na urf-odat, e'tiqod, madaniyat mush narsalarning o'zini jiqqa vaqtida uning eti xurofot bo'lib hisoblandi ekan endi. Asossiz narsalarga tayangan, uning hech ilmiligi yo'q. Amaliyotga uyg'un kelmaydigan, ilmga uyg'un kelmaydigan, tafakkurga uyg'un kelmaydigan va mantiqqa uyg'un kelmaydigan shunday o'zi narsalarning hammasini yig'ib bir yerga kelgan vaqtida xurofot mana shu narsalar. Shu narsadan shakllangan aqida va u narsa, ya'ni shu aqidaga tayanib turib hosil qilgan urf-odat narsa keraklarning hammasi yo'lsa xurofotniki natijasi hisoblanadi. Bu endi xurofotning o'zini tashviq qilgan insonlarni degan vaqtda xurofiy insonlar yoki xurofotchi deb ataladi. Chunki biz nurg'un qatim shu rivoyat hadislarni undan keyin shu ish qilib islom diniga choplashib qolgan nurg'un narsalarni arablarniki urf-odatlari, ko'na zamonlardagi urf-odatlari misol. Shu narsalarning hammasini islom diniga kirgan bo'lg'achqa, bu narsaning hech qanday ilmiligi yo'q. Ham o'zi mantiqqa uyg'un kelmaydigan, Qur'oni Karimda hech qanday asosi yo'q. Mana shunday bir narsalar bo'lg'achqa,
bu narsani tashviq qilgan insonlar, xurafiy insonlar, bu narsalarning hammasi arablardan, farislardan bizga kelgichilik orliqda farislarmi bor, bularniki butunlay axlatlari yig'ilib, andan keyin bizga kelgan. Mana bu asossiz narsalarning hammasi nima degan vaqtda xurofot. Bunga e'tiqod qilgan insonlar degan vaqtda xurafiy insonlar deymiz endi. Xurafiy insonlar. İkincisi xurabat kelimesi bilan mo keladi ekan. U xurabat deganing o'zi xarab ma'nosida xato ideologiya, xato o'zi ko'z qarash, xato e'tiqodlarning hammasini xurabat deb ataydi va uniki insonlarni vayron qilish tarafining o'zini vaqt ko'rgan chog'da xurafiy, ya'ni vayron qiluvchi insonlarni shu xato e'tiqod sababidan, xato e'tiqod tayinib qilgan ishlar sababidan insonlarni vayron qilayotgan narsa bu xurobat deb ataladi. Ya'ni xarob qilish degan ma'noda. Ham buniki aksi degan vaqtda aksi islohot. Bu ikkisiniki aksi islohot. Bir tuzum yoki bir ideologiya uzun muddat davom qilsa, uni hech qanday isloh qilmasa, uning tegi-taxtini surishti qilmasa, uningga yo'lda ketib qo'shilgan narsaning hammasi uningga chaplashib, andan keyin bir qor to'piga o'xshash, mushtak bir narsani dögibdi-versa, ishqi barvunchaqdek bo'lgan gap. Ashunga uning atrofiga chaplashib qolgan narsani bilib bilmay, mushumi o'zi mush to'pga o'xshaydi deb o'ylaydigan gap. Xuddi shuningga o'xshash zaman davom qilib ketavergandan keyin atrofdan kelgan narsaning hammasi unga chaplashib, u yo'g'on bir narsa bo'lib, din deyilgan bo'lg'achqa, bu narsalar keyingi vaqt degan vaqtda uni isloh qilib, pat-pat uning o'zini tozalab, o o'zimizniki shu narsalarimiz, misol bir qochqumush bo'lsa-mu, kunda joyimiz uning o'zini axlat, uning chaplashib qolmasin, top choq tuzan chaplashib qolgan bo'lsa, uni yuvib chiqarib etib, ana tomoq yeydigan gap. Bu islom dinimi garchi Qur'oni Karimdagi aqida ahkam bir qism o'zi nimalar o'zi ibodat, andan keyin o'zi nima islom dini bilan mush bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u islom diniga nurg'un narsalar islom diniga o'xshaydigan yoki islom dini deyilgan holatda uni chaplashib kelgan bo'lg'achqa, u narsani degan vaqtda unimi o'z islom dini deb qabul qilib, u bir tal narsaga bir qancha narsaning o'zini uni esildirib o'zi poyezdning vagonidek oq esib ashunda qilgandan keyin bu o'zi din qoida qilib qoldi. Rast qayerda, yolg'on qayerda, xuddi belki bir qumluqning ichiga bir tal jing tushib ketsa, o qumning ichidan tep bo'lamaganga o'xshash, shunday bir narsa bo'lgan gap. Shuning uchun bu yerki narsa nima desa, ya'ni u xurofotniki aksi, ya'ni qarshisi islohot. Ya'ni isloh qilinmagan bir millat bir tuzumning o'zini tuzumni qabul qilgan bo'lsa-mu, u tuzumni pat-pat isloh qilib, bu tuzum aslida ma'vuti, buningga bu zamonning o'tishi bilan mandaq narsalar chaplashib, ya'ni mana kirib qolibdi. Buni chiqarib etib, yana aslidagi qaytayli deb turmasa, u narsa o tuzumning o'zini tamoman buzib tashlaganga o'xshash. Islom dinida degan vaqtda ashunga o'xshash o'zi islom diniga o'xshab ketgan. Mani kaysim savob bo'ladi, ani qism savob bo'ladi, mandaq ma'nosi savob bo'ldi degan o'sha narsalar savob bo'ldi degan o'zi fatvo bilan u narsani akriyli olgandan keyin islom dinini topqil olmaydigan. Islom dini ashning ichida bor, lekin islom dini nihoyat kichik bir yerga nim qilib qolgan. U o'z atrofida o'zi uni yepib olgan axlatlar necha hassa undan jiqda unda bo'lgandan keyin shuning bilan u islom dini topqil olmaydigan manda holat shakllangan. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda o'zniki, ya'ni biz hozir diniy sohada so'zlayotgan bo'lg'achqa, o'zining diniy e'tiqodini davomli isloh qilib turmagan bundaq insonlar xurofotga cho'kirdi degan gap. Bu xurofot Qur'oni Karimda Alloh taolo
25 payg'ambarniki jarayonlarini so'zlash bilan birga uni qarshisidagi insonlarni bayon qilgan vaqtida shu insonlarni o'z vaqtida bir payg'ambarning qavmi bo'lib, keyingi vaqtda u ashunda xurofotni akirib olib, vayron bo'lib ketganligini bizga bayon qildi. Demak, nima degan vaqtda xurofot insonni vayron qiladigan narsa degan gap. Bizga masalan so'piliq, ishonliq, shu baxshi deymiz, duoxunliq deymiz. Undan keyin shu naqshi musiqa kelgan vaqtda arabniki depin çalsaq bo'ladi, dutta tambur çalsaq bo'lmaydi deydigan mushuni qo'shish narsalarning hammasi nima degan vaqtda boshqalarniki xurofiy narsalarni akilib yoki boshqalarniki narsa keraklarni akilib o'zimiznikini yomon ko'rsatgan bunda xurofiy narsalarni ideologiyaning o'zini barpo qilgan bizda. Uning uchun bizniki nurg'un narsalarimiz mushu sababdan mushundaq savob bo'ldi degan ma'noda vayron bo'lib ketdi. İslahat bu İslam diniga aşının o'xshash o'zi kirib qolgan narsalarni davomli tozalab turadigan, amaldan qoldirib turadigan Qur'oni Karimda masalan nasix mansux degan maxsus bir mavzu var. Biz ashuni so'zlab o'tganlarda. Aşı nima degan vaqtda Qur'onning islomning ichiga kirib qolgan, ya'ni din nomida kirib qolgan narsani davomli amaldan qoldirib turadigan, o'zining ichida chiqmay qolib qolgan narsalarni chiqarib turadigan, o'tirga qo'yib, o'zi o din uning o'zini isbotlab turadigan shunday bir kitob. O kitobning o'zini ash shaklda davomli u halqi hozirgi vaqtda kompyuterni pat-pat update qilganga o'xshash shu nimaning o'zinimi, dinning o'zinimi, o'zimizning dinni davomli update qilib, uningdagi axlatlarni davomli tozalab tursak, ashunga o'xshash xurofiy narsalar kirish orqali nima qiladi degan vaqtda dinimizni vayron qiladi. U vayron bo'lgan din bizniki e'tiqodimizni vayron qildi. Vayron qiliq zaten u e'tiqodimizni vayron qilgandan keyin u e'tiqod bilan inson o'zi bir ishni qilgan gap. Shuning uchun u nega chetildi degan vaqtda u o'zi xato e'tiqod bilan qilgan ishning o'zi u vaqtda amalga oshmaydi, mag'lubiyat bilan o'zi nima bo'ladigan gap endi. Netinchilanadigan gap. Misol 30-nechinchi yillari shu bir Majonyan degan bir tunganning o'zi bizning vatan kirib, shu yerda men degan xalif qurgan kishi nurg'un Uyg'urlar ashunga askar bo'lib qolgandan keyin Xo'jniyoz hojimniki askarlar bilan ikkisini o'tirisida urush portlab qolgan vaqtida Xo'jniyoz hojim ashlarniki masalan 100 tal askar bo'lsa, ashunga 500 askarni evassimi, u Xo'jniyoz hojimniki askarlari mag'lub bo'lib kelgan yerlari bor. Nimish qolsa biz xalifaniki askarlarga o'q chiqarsak bo'lmaydi degan o'zi tushuncha bilan aniq o'q chiqarmay bekardan bekar o'lib ayda nurg'unlari qolganlar qaytib kelgan gap. Demak, xurofot mushunchalar insonlarga ziyonli narsa degan gap. Endi bizniki shu diniy e'tiqodimizda bu bormi degan vaqtda bizning diniy e'tiqodimizda nihoyat ko'p bu narsalar. Bek ko'p, ya'ni. Mana eng oddiysi hozirgi vaqtda bu siyoset sahasida Palestin yana o'zi İsrail bilan Palestinning urushida bizniki Uyg'ur mollal nima deydi desa, musulmonlar Yahudining urushi deb uni dinni so'rab kirib, musulmonlar bilan Yahudi dinidagi insonlarning o'tirishga urushga aylantirib, undan keyin o'zi Yahudilik qarshi turish degan bundaq o'zi ko'z qarash bilan uni qarshi turayotgan ishlar bor. Ama ameliyat ko'rgan vaqtda ameliyatda bu o'zi Falastin bilan Arab bilan emas, uning musulmonlar qilib qolsin, Arab bilan emas, butun Arab bilan emas, İsrail bilan o'zi Falastinning o'tirisida. Uningdan bekar o'zi aniqlagan vaqtda Hamas bilan o'zi İsrailning o'tirisida bo'lgan bir urush ekanligi aniqlandi. Ashuning o'zinimi joyida o'zi tushunmay yoki tushungan unimay zo'mizo, undan keyin o'zi xurofiy ideyasi bilan insonlarni qaymoqtirib, yana shu diniy nuqtadan, siyosatkimi diniy nuqtadan, vatan millatniki mustaqilligi, erkinligimi diniy nuqtadan qarash orqali millatga ziyon solayotgan insonlar bor. Demak, bu nima degan vaqtda men bu xurofotniki oldimizda bo'layotgan mana xurofotniki
ziyni. Yani bir ziyin degan vaqtida bir odam qora bayroqni ko'tarib chiqib, men o'z xalifalik quradigan kishi desa, vatandan o'z minglarcha kilometr yiroqlikdan kelib, o'sha yerda u xalifalikni qurolini quramamdi. U narsa amalga oshmamdi. U odam o'zi rost ashunda qildigan odammi emasmi? Hech qanday narsani surishtirib qilmaydi ekan. Shu yerga kelib biz urush qatnashib, minglarcha, 10 minglarcha qarindoshlarimizniki behodda o'zi o'lib ketganligiga sabab bo'lgan narsa nima degan vaqtida xurafiy e'tiqod, ya'ni. Yani altımızda kelgan narsalarning hammasini arabcha yozilib qolsa, uni beshi qala Nabiy alayhisalom deb yozilib qolsa yoki faloni sahoba deb yozilib qolsa, u narsani rost deb ishonish va uniki din ekanligiga ishonishdan iborat bu o'zi xato ishonchi bizniki millatimizning o'zini qanday qildi desa, mana mushundaq o'zi vayron qilib yana cho degan vaqtida yana bizniki nurg'un o'zi shundaq yaxshi, samimiy, ko'ngli tuz shundaq o'zi xotin qizlarimizning o'zi xurafiy ideyaning sababidan o'zimizni kiyimini kiysak, o'zi o'zimizni kiyim bilan Alloh taolo shu o'zi yop degan yani yapsak, Alloh taolo Qur'oni Karimda yop degan farzning o'zini ado qilgan bo'lganligimizni bilimganlikdan Arabning qora kiyimini kiyish orqali o'zimizning kiyimining o'zini chatqa qilgan bundaq ishlarning o'zimi yuz bermoqda va o'zimizniki milliy madaniyatimizga dog' tekkizadigan, milliy madaniyatimizni yot hisoblaydigan va boshqalarningki madaniyatining o'zini qo'llab, uning o'zini nihoyat o'zi e'tiborlaydigan holat shakllangan. Bu nima sababdan degan vaqtda bu o'zi xurafiy ideyaniki sababidan. Ya'ni hech qanday asosi yo'q Qur'oni Karimda. Va shundaq o'z xurafiy bir ideyaniki sababidan mana bu ishlarning o'zi yuz berdi degan gap. Vatanda 97-yili G'uljida o'zi nima bo'lgan vaqtida, namoyish bo'lgan vaqtida u namoyishchilar shu alqi lozunkining o'ziga La ilahe illallah Muhammed Rasulullah deganni yozib ashada Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb ashada namoyishni ashunda qilganligi ash videoda ko'rinib turdi. Bu nima degan vaqtda o'zining nima qilishini, nima qilmoqchi bo'lganligining o'zini his qilolmagan va nima qilmoqchi bo'lganligini ham tushunmagan insonlarniki o'tirib chiqqanliginiki alomat. Bu nima degan vaqtda hech qanday asosi yo'q narsaga ishonganligi uchun bu o'zi bu xurofotniki netinchisi degan gap. Namoyish qilgan odam u yerga borib Allohu akbar degan namozni qilgan narsa. U yerga borib namoz o'qimaymiz. U yerda biz bir narsani demoqchi, bir maqsadning o'zini u hokimiyatga anlatmoqchi bo'lsak, u Allohu akbar emas uning eti. Hozirmi shundaq? Turkiya u yerda namoyish qilgan insonlar aşağı görüp Allahu Ekber, Allahu Ekber. U yerning o'zi Allohu Ekber deydigan yer emas, u meşit emas o. Sen berip u yerda nima demoqchi, maqsading nima? Buning o'zini bilishing kerak. Yani hozir nima demoqchi desa, bizniki hattoki hali o'z jamiyatning beshida bo'lgan bir jamoatni boshqarayotgan insonlarmi o'ziniki nega bordiganligini, u yerda nima ish qilmoqchi bo'lganligini bilmay, his qilolmay bordigan holat shakllanmoqda. Nima bunun sebep olan narsa nima degan vaqtda shu yana xurofotniki sababi. Yani xurafiy ideologiyaniki, yani Allohu akbar desa ish bitadigandak ashundaq tushuncha paydo bo'lib qolganligi uchun mana mushu tushunchaniki ziyonlari degan gap. Yana bizga keltirgan ziyonli nima degan vaqtda bizniki shu men 2013, 14, 15 yilda shu Istanbulga berayotgan vaqtlarda bizniki bir qism o'zi birodarlarning o'zi ishdan uzun kiyibsizlar degan ishlar bo'lgan. Bunda qarasam ular ushqun to'psida kiydi ekan ishlarning o'zini. Ashining o'zimi yana nima degan vaqtida shumi hech qanday asosi yo'q Qur'oni Karimda yop degan ya'ni shu ishdan bil yapsi bo'ldigan gap. Ammo hech qanday asosga tayanmagan bir rivoyatni asos qilib, u rivoyatniki payg'ambar alayhisalom rost shunday degan demaganligi aniq bo'lmagan
gumoniy narsaga ishonganlikdan mana shundaq o'zi narsalarni o'ttirib chiqarish orqali hattoki shu ishdan uzun kiyib olgan qarindoshlar bilan aralashmaydigan, soqol qo'ymaganlar bilan aralashmaydigan, mundaq o'zi ayollarning ichidami o'zini yapmagan ayollar bilan o'zi yog'liqni normal cheksimi, o'zini yapmagan ayollar aralashmaydigan mundaq holat shakllanadi. Bu nima sababdan desa, bu o'zi xurofotniki netinchisi degan gap. Ya'ni bu xurofot insonlarni davomli o'z oqiqda turadigan, jamiyatni tushangil qo'ymaydigan, jamiyatda o'z bo'layotgan yangiliklardan insonlarning o'zini yiroqlashtiradigan shundaq bir narsa degan gap. Shuning uchun bu xurofotni davomli tozalab, isloh qilib, islohot yurgizib turmasa insonlar, bu xurofot insonni vayron qiladi. Ya'ni bizni hozir vayron qilayotgan narsa nima degan vaqtda, yig'ib aytgan vaqtda, shu xurofot. Yani Araplarniki madaniyati, urf-odati, misol, shu hikoyalarning hammasini yig'ib to'shaplekin din qilib olganligimiz uchun biz mana mushkul qilib qoldik degan gap. Yani eng cho'ng o'zi yana bir tarafi nima degan vaqtda, bizning ajdodlarimiz islomni qabul qilgan vaqtda bir tarafdan qo'li Qur'onni berib, yana bir tarafdan o'zi fiqhini berganda, fiqhini bergandan keyin u ajdodlarimiz shu fiqhga qarab ish bajargan va islomni qabul qilgan insonlarni qo'yib, qabul qilmagan yoki qabul qilib oxirini yenib olgan yoki qarshi turgan insonlarning o'zini o'tirib, shu vatanning o'zini nurg'unlagan, o'zi vayronchilik, nurg'unlagan qatl-amlar yuz bergan vatanning o'zida. Ammo Qur'oni Karim desa, Qur'oni Karimda ishonsa o'zining ishi, ishonmasa o'zining ishi. Hokimiyatga bo'ysunsa bo'ldi. Hamma odam o'zining e'tiqodini qilib qilib, men o'zimning e'tiqodimni qilaman, ammo hokimiyatga bo'ysunma, bosh to'layman desa, o adamning o'zini Allohdan nima, o hokimiyatdan o'ltirish haqqi bo'lmaydi. Qur'oni Karimda shunday yozilgan. Shuni misol nima desa, sirtniki xurofiy narsalarning o'zini dinda qabul qilganlikdan kelgan ziyon misol. Ajdodlarimiz mana shunday o'z ziyonlarni tatgan shu vaqtda xurofot bo'ladi. Allah Taala Qur'oni Karimda Tin surasining 4-oyida laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim deydi. Biz insonni nihoyat yaxshi qurib chiqish qobiliyati bilan yaratdik deydi Alloh Taala. Bu nima degan bo'ldi desa, qurib chiqish degan taqvim deganning o'zi qayta bir yog'ochni bir yog'ochga randisep bo'lib, oxirini toza ko'zni qisib turganda qaraydi uningga tuz bo'ldimi bo'lmadimi? Qaya tuz azroq o'zi nimasi bo'lsa, kajiyalar olsa, yani qaytadan randisep, şu kajiyalarning o'zini tuzlab, tuz qiladi. Demek bu takvim kelimesi nima desa, inson qayta qachon o'zi bir yerida, yani bir e'tiqodda yoki bir ko'z qarashlari yoki o'zi ish harakatlarida bir xatolik bo'lsa, shuning o'zi tuzta oladigan bir iqtidor bilan yaratilganligini Qur'oni Karim bayon qildi. Yani inson o'zi tuzta oladigan, o'zi isloh qila oladigan ve başkalarına islahatını hem öğüt alaydıgan hem şundaq bir məxluq. Onun için davamlıq insan özüneki tutup kelyatqan yollarını, öz etiqad qılayotgan narsalarni özüne davamlıq islah qilib, bunun özüne xata narsa kirib aldımı, ayndaq özü tuz tutmasa, o xatalık күндө besili verdi. Savab dəvəgəndə xəq anı qısaqım savab, manı qısaqım savab degəndə ki, onun aldınıb nurgun adamlar rast savab olduğunu şeydə o halqı din emas, amma dinə oxşab ketilgan nəsinin özünə din qılıb eliş arqılıq dinni ayıntıdı, həm özü şu arqılıq özü veyran bolduğan gel. Məsələn, Peyğəmbər Aleyhisselam zamanında şunca ola cıq özü işlərin özünə şu 23 yıl jarayonida qılıb şu devletni kurup 23 yıl jarayonida nurgun adamni musulmon qilib ulgurgan. Keyinchi degan vaqtda musulmonlar nima uchun shundaq o'z oxiga yenib ketgan? Buning sababi nima degan vaqtda o Payg'ambar alayhissalom zamonida qilgan ishlarning hammasini oxiga tushirib o'tib, qayta arabning kon xurofiy narsalarning o'zini din nomida qayta asliga kelgandan keyin bu millatda millatchilik ideyasi evcelip başka milletlerinin özünü kulu isavdı gördüğün, şunu öyle özü keyinki vakit gelgen çağda memluklar degen özü bir devlet kurulgan, memluk özü nemisi
aşımı özü qulla devleti degan gap. Qullarning o'zi yana Arab bo'lmagan millatlar ayrim bir davlat qurib, shu yerda arablarning o'zi bilan qayta urushib, nurg'ulg'an qonlar to'kilgan. Buning sababi nima degan vaqtda Arabniki shu xurofiy e'tiqodning sababidan boshqa millat Arabni yoqtirmaydigan, Arabning bo'zga ketganlikka chidab turolmay, uning qarshi chiqqan ishlar mana shu sababdan yuz bergan. Asosan Arablarning o'zi shu Hazrat Osman'ın vafatıdan keyin Hazrat Osman'ın 6 yılı deymiz hem 12 yıl halife bo'lgan ki shuniki oldin 6 yilni chiqarib atgan vaqtda keyingi 6 yildan boshlab shu xurofiylikqa qarab yuzlangan. Shundan keyin o'zi arablar o'ziniki burungi xurofiy ideologiyasining o'zini, xurofiy amallarining o'zini islom nomida ko'tarib chiqqan. Payg'ambar alayhisalom nima uchun kelgan degan vaqtda butun payg'ambarlar shu o'z millatiniki xurofotning o'zini o'ngshash uchun, xurofotni amaldan qoldirib, millatni shu o'zi vaqtdan boshlab oldiga qarab ilgirlashgan. Yangi narsalarni ijod qilishga, yangi bir dunyo ijod qilishga, yangi fikr, yangi tafakkur o'zi ijod qilishga undigan ham shu yangi tafakkurning o'zini o'ttirib qo'ygan. Butun payg'ambarlar shunday islohotchi insonlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de Sure Maid'nin 104. ve izâ qîle lehum ta'alev ilâ mâ anzelallahu ve ilâ rasûli qâlû hasbuna mâ vecednâ aleyhi âbâana evelev kâne âbâuhum lâ ya'lemûne şey'en ve lâ yehtedûn diyen ayetinin özünü ben şunun özünü bayan kıldım. Yani bu iki türlük boludu bu hurafat. Birisi bu insanlar yüzü icat kılan ya ki näsini davamlıq ıslah qılmay turulu vergendikin konrap o näse onun nurgun näse qoşulup ketkenlik sebebini o buzulup o insanların özüne veyran kıldı. İkinci diye vaqtda sırttan kelgen näselerini, hurafi näselerini qabul qilish orqali o'zi insonlar veyran bo'lganligini bildirdi. Yani bu Qur'onning o'zidimi? Mush oyatning o'zida ularning o'zini Allah ve Allah'ın elçisi kilinglar, yani o'zi rasuldan hem de risalet, yani Allah'ın risalatiga, yani Qur'on qil degan gap bu oyatning o'zidan. Qur'on kilinglar degan vaqtda bizga bizning ata bobimizniki tutgan yo'llari yetarlik deganda deydi. Evvelev kana abahum la ya'lemun shay'an ve la yahtadun. Ularning ata-onasi bir narsa bilmaydigan va to'g'ri yo'lni qabul qilib boqmagan insonlar bo'lsa, bular mana shundaq turug'lig'in shu ata-onamizniki tutgan yo'li to'g'ri bizga yetdi aşı narsa devatida deydi. Bu hozircha degan vaqtda hozir bizniki o'zi mollalarimizmi, nurg'un mollalarimiz hamda uniki hammasi emas, zaten ko'plari shu o'zi ota-bobimiz tutib kelgan yo'l bo'yicha mangayversak bo'ladi devatgan insonlar va bizniki hali o'zi o'qigan, hali bir narsa bildigan, yani o'zi ziyoliy sohasidagi insonlardanmi bu o'zi xuddi bir bo'lgunchilikdek, pishni fasoddak bo'lib qoldi bu ishlarning o'zi. Buni o'zi bundaq qilmay burun tutgan yo'limiz bo'yicha ketaversak bo'ladi-ku deydigan bundaq qarashlarmi o'zi bizga kelyapti. Bu nima sababdan keladi degan vaqtda bu odamni buniki to'g'ri xatoligini his qilolmaslik. Bizniki tarixdan buyon, yani o'zi bir 50 yil, 100 yil bo'lgan bo'lsa kashki. Zaten 1000 yildan birisi bizni xurafiy o'zimizniki milliy kimligidan, milliy mavjudligimizdan o'zi mahrum qilgan narsa mush turug'lig'in, mushning o'zini tarixda o'qisa, ashuni bila oladigan turug'lig'in, yana mushu narsa yaxshi. İşte urg'uchisi umroq degandek, yana ashundaq o'zini vayron qilgan narsani tashlayolmay, ashuning o'zi ashuni maqsad qilibdiki deydigan odamlarmi yana mavjud. Bu bo'lgunchilik bo'lsa-mu, nayt yaxshi bo'lgunchilik deb qarayman men. Nima degan vaqtda bir turkum xato yo'lga ketayotgan insonlardan bir qism insonlarni bilib to'g'ri yo'lga qarab ketayotganligimizni his qilamiz biz. Asla o'zi u yerda bo'lgunchilik emas, to'g'ri yo'lga orib bir qism insonlar bir orilib ketayotganligini, to'g'ri yo'l qarab orilib manganligini his qilyapmiz. Bundan biz hargizmi o'zi bo'lgunchilik deb qaramaymiz. O xato yo'lga ketayotgan minglagan, 10 minglagan yoki millionlagan insonlarning ichidan nurg'unlarning o'zi mushundaq o'zi tabliğlarni anglab bizniki va boshqa turk ustozlar va nurg'un o'zi arablar va bu Amerika tavalligida nurg'unlagan o'zi
İngiliz sözləydigan ustozlar var. Aşında islohotchi, mana shundaq odamlarniki tabliğlarini va ular yozgan kitoblarni o'qish orqali bizning nurg'un insonlarimiz nima qildi degan vaqtida bu bizniki burunda tutib kelgan diniy e'tiqodimiz, qilib kelgan ishlarimiz, din nomida qilib kelgan ishlarimizniki nurg'unlarniki xato bo'lganligini biz shu xatoning orqasiga kirib mushkul qolganligimizning o'zini his qilib yetgan qarindoshlarimiz bor va bular bu ko'ni narsalarni yenib o'zi yangi yo'l, ya'ni Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'lni tutib menish uchun harakat qilayotgan qarindoshlarimiz bor. Ya'ni bizning butun o'zi xalqimiz biz nima uchun mushkun qilib qoldik? Bizni mushkunga qoldirgan narsa nima deb o'ylash kerak. Ya'ni mushu hozirgi eng qiyin bir ahvol turayotgan vaqtimizda bo'lsa-mu, yana shu bizni mushkun qoldirib qo'ygan shu o'zi bizga shu xurofotni o'ylab, bu narsa to'g'rimi xatomi, aqlga, mantiqqa selib ko'rish kerak. Ilmga selib ko'rish kerak uning o'zini. Shu vaqtda uniki to'g'ri xatoligi aniq bo'ladi va bizni nima uchun vayron qilayotganligi shu yerda o'ttirg'i chiqadi. Yana Sura Arab'niki 28-oyatida va iza fa'alu fahishatan qalu wajadna alayha abana vallahu amarana biha qul innalloha la ya'muru bil fahsha'i ataquluna alallahi ma la ta'lamun degan mush oyatning o'zidimi ajoyib o'zi bir narsa bizga bayon qilindiq. Ya'ni ularga o'zi ular fohisha nəhayət sərt söz hərəkətlərini qığa vaxtida ular nimdə aytdı desə vəcədna aleyha abaana. Biz ata bobamizniki mushunda qilib kelganligini ko'rgan edik. Sizlar nima uchun mushunda qildinglar degan vaqtda bular o'zi biz ata bobamiz mushunda qilib kelganligini ko'rgan edik. Shuning uchun biz qilyapmiz. Ya'ni bu yerda nimani bildirib desa cho'nglarniki kichiklar, yoshlar uchun qanchalik ulgulik rol o'ynaydiganligini va cho'nglar har bir qadam, har bir so'z harakatlarni qilgan vaqtda nihoyat ehtiyot bilan qadam bosish, so'z harakatlarni qilishniki lozimligini ko'rsatdi. Ya'ni og'zimga keldi deb gapni qilavermaslik va yo'lning o'zini yo'l deb manavermaslik lozim. Chunki oqisidagi yoshlar, bolalar, cho'nglardan o'gindigan gap uning o'zini. Ya'ni mana shu Qur'onning o'zida shunda bor endi. Bizning ota-bobamiz qilib kelgan ishni biz qildik. Bizning ota-bobamiz shu Qur'oni Karim, ya'ni islomni qabul qilgandan keyin Qur'oni Karim orqali davomli dinning o'zini isloh qilib kelgan bo'lsa, bizning zamonimizdami va bizning oldimizgi zamonda davomli isloh qilingan holatda bo'lgan bo'ladi va bizniki bu kun qilishimiz aslo mumkin bo'lmaydi. Bizniki ota-bobamiz oldiga kelgan arabcha o'zi gazeta olsin taxtayashga qo'yib qo'yib, arabcha ekan deb o'tirib qilganligi uchun hech bir zaman dinni isloh qilmaganligi uchun bu vaqt nima bo'ldi degan vaqtda u din xuddi bir o'zi Coca-Cola yo suvga o'xshamaydi, yo shakarga o'xshamaydi, yo bilmayman hech nimaga o'xshamaydigan bir narsa bo'lib qoldi. Shuning bilan u hech bir insonni qutqizolmaydigan, hattoki insonni zaharlaydigan bir narsaga aylanib qoldi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, o'zini isloh qilmagan inson yoki millat halokatga mahkum. Biz o'zimizni isloh qilmaganligimiz uchun bu kun keldik, yana isloh qilmasak tamoman halok bo'lib ketishimiz mumkin. Uning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda, islohot qilgan vaqtida burunqilarning qilgan ishini qilib, shu o'zi oraliqda bo'lgunchilik paydo qilmay, shuni davomlashtirsak bo'pti degan gapni qilish butunlay xato. To'g'risini qilishimiz lozim. Xato bo'lsa-mu, burunqilar qilibdi deb qilishning o'zi bu intayin xato ish. Sura Enbiya'niki 53-oyatidami qalu vajadna abana laha abidin degan oyatning o'zidami ashini ko'rsatdi. Ya'ni biz ibodat qilgan vaqtidami diniy sohani aytgan vaqtda, yana biz ibodat qilgan vaqtida ibodatni to'g'ri qilishimiz lozim. Bu o'zi kofirlarga siz nima uchun bu narsani qilisizlar desa, bizniki ota-bobamiz shu narsaga ibodat qilibdi, shu butga ibodat qilib kelgan ekan, uning uchun bizim shu butga ibodat qilyapmiz. Biz xatolashganimiz yo'q. Biz ota-bobamizning ishini davomlashtiryapmiz deb o'zi Qur'onga va
Allah'ın peygamberiga qarşı çıqqan şu vaqtning o'zida. Onun uchun ular mag'lub bo'lgan shu vaqtda. Demak, bu yergi narsa nima degan vaqtda diniy sohada diniy faoliyatni qilgan vaqtdami u dinniki asosi bo'lgan Qur'oni Karimga diqqat qilish lozim, qarash lozim va Qur'oni Karim uni yo'l qo'ygan ishmi, yo'l qo'ymagan ishmi uni haqiqiy bilgan asosda qilish lozim. Qur'onda asos bo'lmasa, demakki u bizniki qilishimizga layoqatli ish emas degan gap. Biz Qur'oni Karimda o'zi yani og'zimizdan chiqargan bo'ldi bu. Namoz to'g'riliq to'xtalib, o'sha namozning o'zini 3 namozni topdik Qur'onning ichida. 5 namoz yo'q desak, butun dunyo ta'tirsiz o'rilib ketgandek bo'lib ketdi. Tamam-da, biz shuni tepdik Qur'onni izlab yurib. Shu qarindoshlarning Qur'onni izlab qolgan ikkisini tepish vazifasi bor. Agar bo'lsa. Hozirgi topdim men deb o'tirib qo'yamog'ini qarg'a vaqtida yo'q demak bu narsa. Demak buning oxirgi açlıq narsa. Bu tarixdimi Peygamber Aleyhisselam oldingi o'zi Makka davrlarida ikki vaqt namoz o'qib kelganligi, keyin o'zi yana bir oyatning o'zi liduluk shams ila ghasaqil layl degan oyat tushgan vaqtda yana bir vaqt namozning o'zini qo'shganligi aniq o'zi yozilgan. Onun uchun biz hozir yana namozga kelib qoldik. Bu namozning ichidami, yani ibodatning ichidami? Yani şu butunlay şu bizniki ajdodlarimiz hamma narsani din degan nima degan vaqtda ibodat deb lekin ibodatni aytib olgan. 2 rakat namoz o'qiydigan, 10 rakat namoz o'qiyotgan, butun bir kunning o'zi 6 rakat namoz o'qiydigan yerga 32 rakat namoz o'qiydi normalda. O chashka namoz, kechlik tahajjud namoz, nimada o'zi Ramazonda tarovih namozini o'qiydigan, nima istiqlagan bo'lsa, u namozning o'zi 50-60 rakat namozga yetadi degan gap. Qur'oni Karimda hech bir zaman ibodatniki nafli ibodat to'g'riliq hech bir yerda ibodat yo'q. Bir kelimi yo'q. Nima uchun degan vaqtda u ibodatni qancha taraqqiy qildigan siri u insonlar xurofiylashidu, tarki dunyolashidi, ilmdan chiroqlashidi. Undan keyin nima bo'ladi desa, u xurofiy bo'lgandan keyin xurofat insonning o'zini vayron qiladi. Oxirisi ko'rib tilamchiga aylandi. Endi bu yerga ko'rib duo qilib, bu yerga Qur'on o'qib jamba qilgan bo'ldi. Buning hammasi nimadan kelgan desa, bu xurofat, ya'ni din nomida kirib qolgan, aslida din bo'lmagan narsalarni din nomida qilavergandan keyin, uni aytib keyin, shunday o'zi xurofat paydo bo'lgan, xurofiy narsalar ko'payib ketgan, u xurofiy narsalar insonlarning o'zini vayron qilgan gap. Aslida islom nimaning asosi qurilgan? Islomning eng tub asosi nima degan vaqtda ilm. Ilmning asosi, ilmni asos qilgan. Ya'ni har narsa hattoki Qur'ondagi birinchi oyat tushgan vaqtida, shu Iqra bismi tushgan vaqtida Allohga ishon, payg'ambarlik ishon, kitob ishon, farishtalarga ishon, oxiratga ishon degan to'g'riliq hech qanday bir kelim yo'q. U oyatmi keyin tushgan. Nima uchun degan vaqtda inson birinchi Xudoning bor birligining o'zini bilish lozim. Bilmay turib qilgan e'tiqod, keltirgan iymon hech qanday bir narsaga yaramaydigan gap. Uning o'zini Qur'oni Karimda taqlid iymon deydi. Xuddi hozirgi shu oyatlarda biz ota-onamiz qilib kelgan narsaga ergashyapmiz degandek bir gap bo'ldi. Uning uchun bu yerdagi ota-onasiniki qilib kelgan narsaga qarg'aloch ergashishning o'zi u hech narsani qutqizolmaydi. Zaten bizni qutqizolmadi. Unda bo'lgandan keyin bunday narsalarga biz diqqat qilishimiz lozim yani. Ama şu günümüzdeki mi köp sallık insanlar özün takva yaxşı ibadet koy yisalaydigan birodarlar mı yaman qıstavrak kelgan çağda men bilmayman buni. Şu palanç bakınçılar men özüm çoğ bulduğanlar nima qilish shuni qilyapman, shulan keyin ergishyapman degan so'z şekilde izohat berdi-da, samimiylari. To'g'ri. Til to'lg'anmaganlari. Bu shu ota-bobamiz ergishyapmiz deb oyat keltirilganlar bilan mohiyat jihatda o'xshashkin, farq yo'q. Ikkilisining o'rtaq aloyidligi nima desa, tushunmaydi, do'rab qiladi, qarsoq do'rab qiladi. To'g'ri. Tushadi ekan. Ondan keyin
her haftada düşenbe, seyşembe demdi roz tutulan misalda. Onu dekin özü kurban bayramda kurban heyetinin kurban bayramdaki aldıki 10 gün rozsa alametcik savapıp ketadigan misal. Moşunun oxşaş öz näpli ibadet sahasida nurgulga ravayetler var. Bu ravayetlerin hiç kandak ilmi asası yok, hem Kur'an-ı Kerim'de hiç kandak asası yok. Ne için diye vaqtda Kur'an-ı Kerim'de roz toğırlık buyurulgan fakat bir ay roz tutusu oldu. Qağa aylarının özde hiç kandak roz tutuşuna hacet yok. Çünkü Allah Teala'nınki o insanların tutkan rozsu hacet yok. Allah Teala bir işni kıl diyen bolsa, mançılık kıl. Yani bir ay roz tut diyen bolsa, sen bir ay roz tut depse, men diyen 2 ay roz tutan kişi dep Allah Teala atkaçılık adamını Allah Teala yaktırmaydı. Allah'ı bizniki din öğütüşke hiç kanday hakkımız yok. Allah diyenini kılışımız lazım biz. Yani. Hazır vaqtda Uygurlarning içinde bulup Müslümanların hemmesi desek buludu. Pul tapsıla harem gördük dep haji kıldıgan muşundaq işler naat köp. Bar. Harem görüp tapqan tagini aşağıda Araplık sep berip Arap keç gündüz aşağıda içip özü aşındaq jürdü. Şununğa taşlap berip keldigan gep. O Araplar aşındaq özü bizniki bazı dostlarımızın özüne, biraderlerimiz, qarindaşlarımızın terbiyeleş arqılıq özümüzge ziyan salıdığan adamlarını terbiyelep çıkıqlıq. Ben şu Müslümanlığın arasında teşkilat kurduğun devlet qası degan vaqtda şu kitapның adı batı 2 kısım. Aş kitapның özde bütün dünyadaki Müslümanlığın içinde halifçilik deydi, oçilik deydi, boçilik deydi, İslam emirligi deydi. Aşını koyuş çıraylık isim bilen teşkilat kurduğun devlet Saudi Arabistan ki. Saudi Arabistan, Amerika o bu devletlerden ya ki şu dünyadaki Cihangir devletleri birleşip dünyada şundaq bir teşkilatını kurdu ki o teşkilatның etrafı nurgun ot yürek şundaq öz insanlar yığılgan ekan onu bir yerge yığıp bir yer cihat meydanı yığıp andaki aşağıda öldürüp tügütadigan gep. Moşunun hemmesi kim odasa Saudi Arabistan kuch chiqirdi ki misal. Teşkilatның nurgullarının özünün planını başka devlet qıpasımı lekin qurup berdigan şu Araplar qurup berdi ki teşkilatның. Moşunun özüge misal şu xalifelik qurumuz dep şu qara bayraqni ko'tarib chiqqan vaqtning o'zida ashning aqısına ketgan qarindoshlarimiz nihoyat yaxshi, ko'ngli yaxshi shundaq o'zi yaxshi qarindoshlarimiz, ammo shu narsani tiytakni bilmaganligi uchun nima bo'ldi desa, ashyaga ko'ra behodda musulmonga o'q etib, o tarafdan Allohu akbar, ma tarafdan Allohu akbar deb atgan, ashundaq o'zi bir-birini o'ltirib o'lib ketdi. Hattoki ular tek ashda qilsa jannat kiradiganligini tushakaydi. Bunun özü nima desa, xurofat degan mana mushundaq narsa degan gap. Mana mush xurofat bizni mushundaq vayrondochilik qilib etgan. Yani öz söz Zuhruf'niki 23. ayette ve kezalike ma erselna min qablike fi qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna vecedna abana ala ummetin ve inna ala asarihim muhtadun degan mush ayetning o'zini mana shu yuqorqi ayet yuqorqi mazmunning o'zini bayon qilyapti. Nurg'ulgan yurtlarga biz o'z elchibatga vaqtda ular biz ota-onamiz qilib kelgan ishqa ergishyapmiz. Ota-onamizniki izni bosib ketyapmiz deb mushundaq degan deydi Alloh taolo. Uning uchun bular o'zi halokatga giriftor bo'lgan. Ya'ni shu İbrahim Lut alayhissalom deymiz, nurg'ulgan payg'ambarlarniki ummatlari o payg'ambarlarni ular evatgandikin biz ot bobimizniki yo'lga ergishimizda o'tirib, to'g'ri yo'lni qabul qilmay, xatoni aqsiga ergishib, shuni bilan vayron bo'lib ketgandi degan gap. Demak, xurofat yig'ib aytgan vaqtida insonni vayron qiladigan bir narsa ekanligini Qur'oni Karim bayon qildi. Ikkinchisi, yani bayaqı deganimni deb o'tdik. Birinchi o'zimizda, ya'ni o'zimizniki qurgan sistemalarning o'zini davomli tekshirib turmay, insonlarning o'ziga uni to'g'ri tushuntirib turmay, uni atrofdan kelgan narsaning hammasini sistem qo'shib olgandan keyin bir kompyuterni olsaqmi, asta-asta ishlatib ko'rgandan keyin uni o'zini bir mazgil ishlatgan vaqtda virus o'sib ketganga o'xshash,
o halqa neminiki sistemani virus besib ketadigan gap. Onu davamlı optat qilib, antivirusning o'zini ishlatib, o virusning o'zini tozalab turmasa, o kompyuterni kagasiz qiladigan gap. Xuddi shunga o'xshash, bu ideologiya nihoyat yomon bir narsa. U to'g'ri bo'lmasa, uni e'tiqod qilgan insonlarni, uning ergashgan insonlarni tamoman vayron qilgan gap. Bu mayli o'zidagi sistema bo'lsin, yo sirtni qabul qilgan sistema bo'lsin, yo sirtni qabul qilgan madaniyatga o'xshab ketgan, dinga o'xshab ketgan bir narsa bo'lsin, bularning hammasi aqlga, mantiqqa uyg'un bo'lmasa, bu narsalarning hech biriniki asos yo'q deb asos yo'q deymiz. Uning o'zi asos yo'q narsani degan vaqtda xurofot degan. Yani xurofotniki bunda ilmiy asos yo'q narsa degan. Bu vaqtda yana Sura Baqaraning 102-oyatida واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Diye muş ayetinin ahırgıçılık uzun bir ayetken muşu hurafatının özüne tefsili bayan kıldı. Yani şu Yahudiler öz vaxtida Süleyman peygamberge nispet verilip yazılgan, yani özü şeyatin diyen azgın mollalar tarafından yazılgan nasiga ergeşken idi. Yani xuddi bizniki o'xshashlar. Sahih Buxoriy, Sahih Muslim, Abu Davud, Nasai, Ibn Majah degan şu molla yazgan narsa xurafiy bir narsa. Endi Arabniki şu vaqtda masalan şu vaqtdagi bir hikoya cho'chakları ashundaq narsaga şu vaqtda Yahudilar ergashgan edi. Wa ma kafara Süleyman walakinna shayatin kafaru yuallimuna nasa sihr. Süleyman kafir olmagan edi. Nimishqa degan vaqtda Süleyman alayhissalom hech bir zaman sehrgarlik qilmagan. Ammo shayatin azg'un shu o'zi mollalar cho'rsa insonlar sehr o'g'itish orqali kafir bo'lgan edi. Yani bu bizdeki vatandami biz bu vaqtda botdi u narsalar. Kishilarga duo o'qib qo'yib yoki bir narsalarni o'qish orqali ularga axotning orasini qizdiradigan yoki axotning orasini sovutadigan mushundaq o'zi narsalarni o'qiydigan mollamlar botdi. Mana mush narsalarning hammasi nima desa ki shu Süleyman alayhissalomdan keyin Yahudi olimlarniki o'ydirib chiqargan narsalar ekanligining o'zini bayon qilib oldi. Bunun özümü yani insanlar aşının işini de bir duaxının özü kilip Arapның şiirisinin özüne biz o küçük vaxtını bilmeydikenmiz keyin şu Arapniki Aşır mualliq, Sabi mualliq deymiz. Aşındaq kitaplarını okugandan keyin qarsak Amin Tezekkuri Ciranin Bizi Salamin Mazashlardam Anjara Mimoqlatin Bilamin degan bir o'zi narsani o'qib baxshilar aşındaq o'zi piqrab shu nim qiladi. O nədiki nəsə ki desək, Qasida Burdi degan bir nim bor, bir şiir kitap bor Arapniki. Aş Qasida Burdiniki o'zi şiirlar ekan u. Arapning şiirisini o'qib turib bizni davolaygan ketgan gap. Buni nima deymiz endi? Mushit darajada xurofotning o'zi bizga kirib ketgan, shu narsaning o'zi bizga foyda qildi deb, shu yuz ko'zni oyda emas, yilda bir qatim jumaydigan shundaq o'zi insonga o'zining topgan tagini berib, shuni ular o'zi mushmini saqaydi deb ashuni o'qigan o'z arabning she'risidan o'ziniki salomatligini kutib o'tirgan gap. Demak bu nima degan vaqtda mana xurofotniki zeyni shunday degan. Yani duoxum bo'lsin, baxshi bo'lsin, sehrgar bo'lsin, hammasini qilayotgan ishining hammasi yolg'on degan gap. O hech qanday insonga o'z foyda ziyon berolmaydi. Faqat inson uni ishonganligi uchun o vaqt o insonning o'zi ishonganligi uchun u o'qigan odamga bir narsa beradigan gap, o'z ziyon tortgan gap. Buni o'zini o'z vaqtida Appaqo'jim o'qigan. Masalan, Appaqo'jim zamonasida qabristonlikda o'sib ketgan, yo'g'on daraxtli bo'lgan, shunday daraxtning o'zini podab ketgan daraxtning ichini uyib, elib o'tib, shu bir yerni tuyishga ketib, undan keyin shu ostidan bir oqib o'xshash yani ko'lab, ayndaq nim qilib, shu yerga shu oqib orqali kelib, aşağıdan haqqay daraxtdan o'z ovoz chiqqan qilib turib ayndaq so'zlab, xalqning o'zini ayndaq qo'rqitib, ayndaq murid to'plagan ishlari tarix nima shu nimaldi bor. Xo'jalarniki voqealarga yozilgan Xo'jalar tazkirasi degan kitoblarda masalan bor narsalar. Demakki, mushunchalar qadar bizni o'zi ahmoq qilib ketgan bu xurofotning o'zi. Shuning insonlar qanday qilgan degan vaqtda shu
Appa qo'shni shu qilayotgan ish harakatlarining o'zini mushu narsa zoti aqlga uyg'unmi, mantiqqa uyg'unmi, ilmga uyg'unmi? Eng oddiysi Qur'oni Karimga uyg'unmi bu narsa demasdan, shu narsaning o'zi shu appa qo'shni mana o'likni tirgizdi desa, shuning ishinib, g'oyibdan so'zildi desa, shuning ishinib, hozir men peshimdan Makkaga berib o'qib keldim. Hozir men payg'ambar alayhisalom bilan ko'rishib keldim. Voy bu ko'rish deb shuning ishinib, insonlar shuni oqsiga kirib, Seydiye xalqından ibaret bir devletimizin özünü veren kılıp etken. Demek hurapatniki intayin yaman özü nesikenligi Xitayda bir Epyon uruşu degen bir uruş olganken hazır bu Uygurlarga çaplaşkan nersi neymi dese Arap Epyonuniki özü cedilendi bu. Bu Arapniki bu Epyonları Uygur mollalarının özüne tamamen mesmustaqiraqqa ötıqlıq. Onun için bular hiç nersini xudini bilmey turup en addisi ötkende sözlegen nersinin özde Peygamber Aleyhisselam zamanında ravayet yazılgan dep sözlevardı. Hatta şu ravayetin ekesi arlıkta 5 adam var. Kandak Peygamberin zamanında yazılgan nersinin arlıkta şu muallif bilen şu Peygamber Aleyhisselam'ın arasında 5 adam olsun misal. Bu kadar adam aldaydı. Aşı adamlar aşırı kişinin kallısını işlesti bilirdi. Ama şu ravayetini bu öz dinemez bu neyse. Bu diye ravayet Arap'ındaki her milletindeki mesela ravayetleri, çöçekleri boludu, makal temsilleri boludu. Mesela Uygur halk makal temsilleri, Uygur halk çöçekleri diyen nesler var. Kudu şunu koşu bu Arap halk çöçekleri, Arap halk makal temsilleri bu nesler. Bunu öz din kıvelişki bulmaydı deyilganın onuğa berip Qala Nebi Aleyhisselam ya Peygamber Aleyhisselam manda qilgan degan bir narsa yezilib qolganligi uchun ashuni o'zini din qatoriga akirib oladi. Buni jazosini qanday qildi degan vaqtda bu qatim Daymun degan bir bolaning o'zi 30 yoshga kirgan bir bola ekan. Shu bolaning o'zi men degan shariatchi deb o'tirib chiqqan bir nochining o'zini 5 og'iz gap bilan hammasini yig'ishtirib joyiga tashlab etdi. Butun o'zi Turkiyadagi ming'ilgan, 10 ming'ilgan mollalar ve 6000'dan artık öz doktor, doçent doktor olan alimlerin özü oturup çıkıyor, meydana oturup meclise girip oturup çıkıyor kanı. Benim aslında öyle münazırlaşıma dep hiçbirisi oturup çıkamadı. Ne için diye vaxtda Türkiye'deki alimlerinin mutlak köpçülüğü hatta ki nurgun Kur'ançı men digenlerinin içinde mi hadis digen, ravayet digen neslerini 100% taşıvatanmağanları hazırlıcı var. Yani Kur'an'ı doğru kes alımız. Kur'an doğru kes. Ağanda şu Kur'an'ı alsan yetdi o neyse. Nimişin var o neyse yani o poyuzun vagondaki o ayetini aksa sörtüp o bir dersine. Mesela o yerde Kur'an doğru kelgen alımız degendeki Kur'an doğru kelmegeni ama dinin içi kirişki bir yol açıldı diyen gibi. Açtak kirgen öz vaxtida bu dinin içine. Şunun için bu yerdeki nesne mi dese Allah Teala Sure Hud'un 5'de aşı kitabın o hikmet ayatı sümme fusilet milletinin hakimin haber diyen ayetinin özünü Allah ta'budu illallah diyen ayetinin özünü nimde ettiyse insanlarındaki peygamber dahil onun içine sahabalar dahil hem bütün her kandak insandaki sözünün kirip kalışının aldını eriş için Allah Teala hatta Kur'an-ı Kerim'de tefsir bayan kılışını özü üstü ağallığının özünü şu yerde bizge uqturdu. Bu nemin bildirdiyse dinin içine hiç kandak bir insandaki iş hareketlerini, sözlerini kürdürüşkü bulmaydı dengim. O kirgendeki yılla o ibadet Allah'a olmay, o insan'a olduğun gibi. Yani hazır peygamber anı kıptı biz aşını kılayla digenin özü neyme diye vaxtda peygamberge ibadet kıvatkallıqını bildirdi. Peygamberin ilahlaştıqallıqını bildirdi. Şu vaxtda Allah'a olmay o ibadet peygamberge bolgandan keyin o näsini bolduysa insan insanga ibadet kılış Allah Taala çekilgen bir iş. Onun ahirsi aşında halaket bilen özü ahirleşdiğen gap. Şunun bilen özü bütün Müslümanlarınki aldığı ilgirleyenmaslığı tamamen şu hurapi näslerinin sebebinden boldu diyen gap. Yana özü Sure Nisa'niki 163. ayette inna evhayna ileyke ma evhayna ila
Nuhin ve nebiyyin min ba'dihi ve vehina ila İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve Esbati ve İsa ve Eyyub ve Yunus ve Harun ve Süleyman ve ateyna Davud Zebura degan mush oyatning o'zidimi nima deydi desa bütün payg'ambarlarni bir-birlab o'zi deb kelib payg'ambar alayhissalomga bu shuning o'zini hikoya qilyapti. Biz sana vahiy qilgandek ularga biz vahiy qilgan. Bu nimani bildirdi desa sen ularga vahiy qilingan narsani ko'tarib chiqishingga hech qanday hojat yo'q degan gap. Sana vahiy qilgan narsa bor bu yerda. Sen uni ko'tarib chiqishing kerak o'tirga. Garchi u Peygamber Aleyhisselam vahiy qilingan narsa, yani Qur'oni Karim burungi kitoblarning o'zini, ilohiy kitoblarning o'zini tasdiqlagan taqdirdami? Peygamber Aleyhisselamga o Tevrat, İncillarni akilib o'qishning o'zini Alloh taolo buyurmagan. Nima uchun degan vaqtda o kitobning ichida bir qism tushib qolgan yerlari bor. Uni toshga yozgan, keyin taxtaga yozgan narsalar bo'lg'ashqa bir qism yerlarning o'zini shu Yahudlarning olimlari o'zgartgan yerlar bor. Xuddi bizniki hozirgi mollaga o'xshash Qur'oni Karimning atrofiga shariy qildik deb bir muncha hikoyalarni yozib, rivoyatlarni, shaxsiy ko'z qarashlarni, ijmolini, mazhablarni yozish orqali Qur'oni Karimning mazmunini o'zgartganga o'xshash ularni o'zi Tevrat, İncilniki mazmunini, maqsadini o'zgartgan shu vaqtning o'zida. Uning uchun Alloh taolo bu yerda payg'ambarga her peygamber biz bir narsa berdik bir kitobning o'zini, sana mı berdik onun o'zini? Sen aş qo'lingdagi kitobning o'zini kishilarga yetkaz deylik. Shuning uchun o'zi hech bir payg'ambar, ya'ni o'zidan burungi payg'ambarlar haqida yozilgan hikoyalarni o'qish orqali dinni tashviq qildim demaklik tarixda. Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam hakkında yazılan hikayeler okup İbrahim Aleyhisselam'ı andaq qilgan, mandaq qilgan, o't tashlagan chog'da ko'ymagan va uning o'ziga o'zi qushlar suv to'shib ashada o'zi uchmoqchi bo'lgan degan hikoyalarni o'zi İsrail avlodlariga deb berish orqali dinni tabliq qilgan hech qanday bir yerda bunday bir rivoyat yo'q. Qo'ldagi kitobning o'zini o'qib insonlarga tushuntirdik. Payg'ambar Aleyhisselam'a özünün burunqi peygamberlerge nisbet verilgen rivayetler, hatta ki şu peygamberler düşürgen kitaplarını mı okup insanlığa özü tebliğ kılmagan. Fakat qo'ldagi kitapның özüne, yani Allah Teala Peygamber Aleyhisselam bergen kitapның özüne. Nima uchun degan vaqtda bayman deganga o'xshash, o kitaplarning nurg'un yerlarining o'zida shaxsiy ta'villar bilan yoki bir jamoatniki ta'villar bilan yoki hikoyalarni uni qo'shish orqali mazhablarniki ko'z qarashlari bilan qaydirilgan ma'nolar bor. Uning uchun Alloh taolo ashunday ma'nolar insonlarga din qatorida yetkazilib qolmasin deb o'tirib, hech bir zaman payg'ambarlar bunday narsaning o'zini tavsiya qilmagan. Hattoki lahum ma kasabu va lakum ma kasabtum va la tusaluna amma kanu ya'malun degan oyatning o'zini tushungan. Ularning qilgan ishi o'ziga, sizlarning qilgan ishingning o'zanligiga, sizlar ularning qilgan ishlarini hisobga tortilmaysizlar. Sen mayada men nima qil degan bo'lsam shuni qil. O burunqilarning hikoyasini so'zlab sen o'zi bir netinchi qozonmaysiz degan gap. Mana biz 1000 necha yil bo'lgan, biz hozir islomni qabul qilib 1000 yil, 1100 yil bo'lgan bo'lsa, Sutq Bo'raxon o'zi islomni 1920 deydi, biz 30 da shu atrofda qabul qilganki, shundan boshlab hozirgacha 1000 yilning ichida nimaga ergashib turgan vaqtda arabning hikoyalariga, ya'ni Peygamber Aleyhisselam andaq qilib tikanmiş, o'zi sahoba mandaq qilib tikanmiş. Butunlay gumoniy narsalar hech bir zaman uning o'zi payg'ambarning rost ashundaq qilmaganlik aniq bo'lmagan ashundaq narsalarga ergashish orqali kelgan kunimiz ma'lum. Peygamber Aleyhisselam degan vaqtda Peygamber Aleyhisselamdan 300 yil burun İncil, yani Markus, Yuhanna, Matta, Luka degan 4 odamni yozgan İncil'i şu vaqtda o'zi yozilib bo'lgan. Havariylar haqida o İsa Aleyhisselamning xat yozganligi, halqi insonlarga tabliq qilganligi, bu yer ibodat qilganligi, ish qilib shu Sahih Buxoriy qandaq, Sahih Buxoriy, Sahih Muslim rivoyat kitoblari qandaq ashunga hikoyalar yozilgan. Şu hikayenin özünü Peygamber Aleyhisselam o'qib, mana Musa Aleyhisselam degan andaq qilgan, İsa Aleyhisselam degan mandaq qilgan, uni sahobalar degan mandaq qilgan degan to'g'riliq bir tal o'zi bir yer so'ziga yer yo'q. Bu nimani bildirdi degan vaqtda
payg'ambarlar Alloh taolo tushirgan Qur'onni nima kitobning o'zini insonlarga yetkazganligini bildirdi. Ham bizcha degan vaqtda biz undan olgan darsimiz payg'ambarlarniki hikoyalarini gerçi qilgan taqdirda Qur'oni Karimda bor. Masalan, Payg'ambar alayhisalom haqida nurg'unlagan oyatlar bor. Shu vaqtdagi urushlar to'g'riliq, masalan, Badr urushi deymiz, Xandak urushi, shunday urushlar to'g'riliq nurg'unlagan o'zi oyatlar bor. Payg'ambar alayhisalom shu vaqtdagi voqealik Qur'oni Karimda bir qancha paraga yetish mumkin. Payg'ambar alayhisalom shu o'zi narsalarning o'zini masalan shu Musa alayhisalom, İsa alayhisalom haqidagi voqealikni Qur'oni Karimda zikr qilingan voqealikning o'zini insonlarga tabliq qilib o'ltirgan. Va Musa alayhisalomga andaq qilgan, uning hostiga mandaq ajro bo'lib ketgan. Ay birini ursa o'zi dengiz degan o'zi ikki parcha yerilib ketgan. Devol turib ashning o'zini bozorga solib insonlarning o'zini insonlarga din tabliq qilma deb bundaq bir gapni qilmagan. Payg'ambar alayhisalomniki hech qanday bir yerda bundaq bir hikoya so'zlaganlik narsa yo'q. Ama o ameliyatda şundak boğan işte Kur'an-ı Kerim yazıklık ama Peygamber Aleyhisselam söylese onunki maksatını düşenigen Peygamber Aleyhisselam onun ibret eliş Kur'an-ı Kerim'de Fatiha diyen ayet var onun ders çıkırış o peygamberler kandak kılış arkalık galiblerini kolga keltügen hem de ben kandakka vakti galbi kıla alayım dep onun bir ülge eliş onun ders çıkırış arkalık özü yolunu doğru özü tepmeyen için özü bir ders çıkargan. Ama onu asla özü o etrafındaki insanlara ondak sözlemegen. Bizdeki mollarımız diyor diye vaxtda xuddi özü qilgandek. Vay Peygamber Aleyhisselam andak qilib etken, Ebu Bekir mandak qilib etken deb şununda faxrlanib ketdi ekan. Arabda bir gap bor. El muhannasu yafxaru bi zakri abihi degancha. Tam şunun o'xshash shu başqalarning qilgan ishidan faxrlanishining o'zini din tabliq qilayotgan, dinni ijro qilayotgan qilib ko'rsatib o'zini shunday qiliqliq. Din o emas. Payg'ambarlar dinni qanday qildi degan vaqtda biz a ishni qilsak bo'ladi, ma ishni qilsak bo'lmaydi. Qur'onda ma'ni degan. Qur'onda ma'ni qilma degan. Deb o'tirib qildigan, qilmaydigan ma e'tiqodi bo'lsa to'g'ri bo'ladi, ma e'tiqod xato bo'ladi. Qur'onda meni mandaq ko'rsatgan, deb o'tirib insonlarga bunday tushundirildi. Din bu. Yani. Ama asla o'zi birisining hikoyasini so'zlash bu o'zi din emas, o hikoyaning o'zini bizning tarixini faqatla ders qilish uchun biz masalan Sharq Turkiston tarixini o'qiymiz. Nurg'unlagan o'z bizniki xandonligimiz, podshohligimiz, imperiyalarimiz bo'lgan. Shu imperiyalar qandaq kurashlarni qilgan vaqtida qurilgan, qurib chiqqan ajdodlarimiz qandaq bo'lgan vaqtda vayron bo'lgan. Biz qandaq qilgan vaqtda davlat qura olar ekanmiz, uni biz o'zimizga bir ders chiqarish uchun buning o'zini o'qisak bo'ldi. Ammo insonlar kesh shu gapni qilib berib, va tarixda andaq qilgan, tarixda mandaq qilgan deganlikning o'zi bu inqilob qilganlik emas. Ya'ni hozir shu WhatsApp'da keshcha o'zi Xo'jniyoz ani qilgan, Sutq Bug'raxon ma'ni qilgan misolda islomga kelgan vaqtda Abu Bakr ani degan, Umar ma'ni qilib o'tgan. Kuniga manda chaqchib qarab kun chiqmasib qolgan, deb o'tirib shunday hikoyalarning o'zini to'qib mushu narsa bir tarafdan inqilob, yana tarafdan kishilarga dinni yetkazayotganlik his qildi o'zini. Bu inqilob emas bu narsa. Ham dinni yetkazganlik emas. Biz yuqori degan o'xshash dinni nima degan Qur'onning ichidagi Qur'onning hadis qismidan boshqasi din. Ya'ni bu nima degan vaqtda e'tiqod, Qur'onning ichidagi aqida, ibodat, ahkamga oid oz prinsip asosan prinsipni asos qilib Qur'on. Mushu 4 narsaning o'zi Qur'oni Karimda o'z din hisoblanadi. Payg'ambarlar mana shu oqisda ergashgan insonlarga mush narsalarni o'rgatgan, keyin Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgan vaqtida ular shunday narsani bilgan bo'lg'achqa davlatning o'zini joyida ep manga olgan. Ya'ni o'zi siyosatni qanday prinsip ostida ep mangamiz, diplomatiyani qanday nima o'zi shart ostida qanday prinsipni asos qilib ep mangamiz, iqtisodning prinsipi nima, davlatchilikning prinsipi nima, mana shunday prinsiplarning o'zini Payg'ambar alayhisalom Qur'oni Karim orqali o'rgatgan bo'lg'achqa, u insonlar Qur'ondan o'rgangan shu narsa orqali Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgandan keyin hech bir tamtirmaydi ekan,
yani devletini davamlaştırıp etmangan. Bu bizge nemeni ögütüdü degan vaqtda bizmi Qur'oni Karimda mushundaq prinsiplarning o'zini o'rganish orqali qandaq qanda vatanni ozod qila olamiz. Qandaq qanda inqiloblarimiz to'g'ri mangan bo'ladi. Buning o'zini biz mushundaq narsadan o'rganishga to'g'ri keldi. Biz o'zi boshqa bir siyosatchi, boshqa bir inqilobchi, masalan, shuniki kitobni o'qigan vaqtda ashtaq narsadan dars chiqarish uchun bu narsani o'zini o'qishga to'g'ri keldigan gap. Ammo u hikoya kitobning o'zini, Gitlerning kitoblarini, masalan, Stalinniki, Mao Zedongning kitoblarini boshqalarnikini o'qish kelib qolsa yoki o'zi musulmonlikni o'qib qolsa, payg'ambar alayhissalom va sahobalarniki jangnomalarni o'qish orqali o'zining inqilob qilayotganligini his qilsa, u odam xatolashgan bo'ladi. Chunki inqilob emas u. U quruq hikoyani o'qiganlik. Bu narsami insonlarni davomli ash narsani o'qib o'rgandan keyin ashunday faxrini boy bir gap bo'lgan vatanning o'zida. Nimaga o'z oyga chiqibdi hozir. Mas Sovet birinchi chiqibdi shu vaqtda, oxirida Amerika chiqibdi oyga. Chiqsa, u kafirlar hozir oyga chiqqan bilan 1400 yil burun payg'ambar alayhisalom eshakni minib oyga nima 7-qat osmonga chiqib ketgan. Deb lekin shu yerda bu chiqqan qilgan ajrning o'zini bu dunyodagi olimlar ming bir jafoda shunday jafo tortib uning o'zini oyga chiqqidek bir texnologiyani kelishtirib qilgan ishining o'zini bir tal o'siriqim tanqimaydigan ko'ta qasqidan deyotgan insonlarimiz bo'lgan. Bir odam qilgan ishini hurmat qilmagandek darajaga tushib qoladi misol. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda xurofot mana mushundaq o'zi eg'ir narsaki u insonni o'zini kodini chiqarib o'tishning sirtida boshqa insonlarni hech qanday inson qatorida ko'rmaydigan, u insonlarga davomli o'zi azob berishni yaxshi ko'radigan, uning o'zini haqorat qilishni yaxshi ko'radigan, hatto uni o'ltirib etsa, uni pul molni bulib olsa, uni xotin qizlarning o'zini xotin qilib olsa, ashining o'zini orzu qiladigan, ashundaq o'zi vahshiy bir narsaga aylantiradigan narsa xurofot. Masalan, bizniki shu hozir Angliyaga kelgan bir qarindishimizniki degan gapga qarab hayron qoldim. Bir do'stimniki ayoli vardı. O ayoli o'zi shu Janubiy Osiyo orqali chiqqan ular. Shundaq nimqa vaqtida o do'sti o'zi nim qilmaydi, namoz o'qimaygan bo'lar ekanda, ayol namoz o'qiydi ekan, bu namoz o'qiydigan ayolning o'zi namoz o'qimaygan bir go'yning o'zi tutishga bo'lmaydi deb lekin o taloq qildi qilmadi, yana besini nikoh qilib qo'ygan gap. Din mushum hamdi, misol. Aşındaqmı din olam dünyada. Bu işin öz jiq buluqluq. Misal, chegaradan xotini o'tib ketib, birisining xotini, birisining eri o'tib ketib, bir xotin bilan bir er qilib qolgan vaqtda ayda. A tarafning o'zi sen men xotinimga ko'z quloq bo'lib qo'ygan deydi, ma taraf qilib qolgan sen men xotinim bolalarimga ko'z quloq bo'lib qo'y desa, o ko'z quloq bo'lishning o'zini o o'tgandek xotin qiladi uning o'zini. İşkilisi. Bu mu hem de insançılık? Misal bizning Uyg'urlarning ichida bo'layotgan ish bu. Mana xurofiyniki, xurofotniki insonlarga keltirgan, millatimiz keltirgan, millatimizning shon sharifi keltirgan ziyonlari bir soat emas, bir yil so'zlasakmi tugmadek darajada shunday ziyonlansa. Bu narsaning hammasi nereden kerakligini desa, bu aşındaq o'zi Arab bilan Farisniki o'zi ayndaqilqi umashib ketgan, ayndaq xurofiy narsalar biz eqib kelgandan keyin uni biz din deb qabul qilib, o'zimizniki milliy kimligi, milliy urf-odatimizga singdirib bu narsani o'zini milliy ruhimizni o'ltirib, andan keyin o'zi mushalg'a kelib qildik biz. Bu xurofot bizning mushkul akilliklar. Şunun için bu yerda qarindoshlarimiz bilish kerak. Hozir shu Mustafa Öztürk degan odam debdi, butun dunyodagi olimlar bir bo'lib, butun rivoyatlarni yig'sin, butun fiqhlarni yig'sinmi, butun aqida kitoblarini va butun tafsirlarni yig'sinmi, hozir shu Daymon'niki shu 4 eg'iz gapidek shunday narsaga javob berolmaydi, boshqa chiqolmaydi uni deb deb qo'yibdi xulosa sifatida. Bu nimani bildirdi desa, yolg'onchiniki qo'rq betutam degan bir gap bor.
bu yolg'on narsaga ergashgandan keyin uni hech qanday ilmiy asosi bo'lmagandan keyin ashunchalik bir bolaning o'zini mag'lubiyatga uchirtamaydigan gap yoki bo'lmaydi ashuni o'zi qoyil qilolmaydigan gap dalil isbot bilan. Masalan, shariat degan bir masala ustida to'xtalishliq. O bolaning o'zi yana bilan. O shariatchining o'zimi shariatning nima ekanligini bilmaklik misol. Bu bola bilmaydi mesela shariat degan nima desa bu daymon degan bolaning o'zini bilmaydi ekan. O shariatchimi shariatni bilmaydigan gap. Shuni orliq nima desa o rivoyat tayangan shariat shu Abbosiya Umayya sulolasidagi shu shariat deb yozilib qo'ygan shu fiqhning o'zini ko'rsatib qolgandan keyin shu yerda 4 og'iz gap tutib olgandan keyin u mag'lub bo'lib shu yerda bütün o'zi diyonatning odamlari hammasi ovozini chiqarmay hozirgacha mana hep 8-10 kun oshganda hozir. Men hozirgacha bir og'iz biz o'tirib chiqib nima qilamiz? Hatto diyonatning nurg'un olimlarining o'zi biz daimonni qo'llaymiz dedi. Misol. Demek bu yolg'onning aqsiq agasida birinchidan u odam mag'lub bo'lgan gap, eg'ir ziyon tortgan gap, eg'ir vayron bo'lgan gap. Undan keyin uningga bir odam kelib, ma'nosini to'g'rimi xatomi deb ikki og'iz gapni qilsa, uni to'g'risining o'zini, to'g'riligini isbotlab beramaydigan gap. Bu qadar rasvo bo'lgan gap yani. Hozir shu bolniki degan gaplarning o'zini bizniki shu mollaning orasiga qo'yib qo'ysa, u mollaning hech qaysi uning javob beramaydi. Hozir Diyanatda o'qigan, Diyanatniki mollari, doktor, doçent doktor olgan insonlar unga javob bermoqlik. Misol. Demak, yolg'on deganda mana mushunchalik narsa degan gap. Yolg'onga ergashish. Qur'onga ergashgan taqdirda o payg'ambar alayhisalom 6 yoshdan oldimi, 7 yoshdan oldimi u Qur'onda yo'q narsa. Ma Qur'onga kelama, Qur'on bilan gaplashimiz degandan keyin u yerga narsa ham sirti qilib qoladi, u yerdan javob bermagan narsa qolmaydi. Mesela hikayenin hemmesi dinle içi tıkvagan iken anda olsun ma qanday gap o. Ama şu 6 yaşlık balının özünü 50 net yaş kirgen bir adamın eriştiği qanday gap. Misal biz hazır 20 yaşlık ya 25 yaşlık bir xotunun özünü 55 yaşlık bir adam alsa, insafsız adam cuma o deymiz. Hiç olmaz 40 yaşlık bir xotunun ammamda deydigan gap. 55 yaş kirgen adamın özü yani 10 yıl 15 yıldaki ölüp kesse Ahutun yaşlık tulqanmamdı deydigan gap aydı. 6 yaşlık emas, 25 yaşlık olsun mu qutquzolmaydigan gap. Demek bu yerki narsa nima degan vaqtda o zamonning urf-odatida bir, ikkinchidan Qur'oni Karimda yo'q narsani din qatorida hisoblagandan keyin, hikoyaning hammasini din qatoriga akirib olgandan keyin, uni o'zi sizning dining meni mushtahma, uda xos ma'no javob beradi, hech qanday javob bermaydigan gap. Odatda. Bizning bola vaqt cho'qiyapmiz-ku. 6 yosh kirgan qiz bolaning o'zini egvaga olamda Pampursni taqab, just daqiqachilik u degan nima uni qanday bildi u? Psixikada bir nima bo'ldi ekan, suhbat elib borgan qarindoshlar bo'lsa, beshidan o'tkazgan bo'lishi mumkin. Naring og'riydi, merim og'riydi, qanday og'riydi, anda og'riydi, andan keyin qanday bo'ladi deb savol tashlaydi ekan-da alaqani. Tutib kelsa, uningda oxirida og'riydigan bir narsa topolmay Onu islip bakıp, bunu islip bakıp, ahirde sakayıp çıktı adamda. Kesin tepkirenme ya o. İşçideki bir azapını diyemme. Moşunun misali, aslında özü itiqat kılavatkan din, şeriat, ya kaide, ya ki ne mi deyisi olsun, aşularının özüge tepsili sual koymalıkken bizden insanlarımız. Ya yok. Biz din işini ben mühinde kılış gerek aslında, tepsili sual koyuş gerek. Bunu qılmaydı ekan. Qılmaylam, yançıqda bugünüp boldum. Deydi, aynen mesela bu oxşaş tepsili sual soradigan kelgan chaqda qalpaq tayya, sen hozir bu sual ozg'inning suali dedi, qo'pab chiqdi diyor. Voy deblan mana shu tuvoqni yeb chiqib oldiraydi. Mag'lub bo'lgan. Amaliyotda islom, amaliyotda Alloh haqiqat hech qachon savoldan, munozaradan qochmaydi. To'g'ri. O şeriat deganning o'zi Qur'on nimada shariat bilan o'zi ba'zilar deyotdi, shariat bilan islomning hech qanday aloqasi yo'q deyotdi. Ba'zilar deyotdi, shariat teng islom degan xato deyotdi. Ba'zilar o'zi bu shariat deganning o'zi
islom to'g'ri kelmaydigan shundoq bir narsa degandek bunday gaplarni qilyapti. Buning hammasi nima desa, shariatga bo'lgan tushanchiniki to'liq bo'lmaganligini isboti bu. Şeriatning Zaten aniq şeriat bo'lmagan. degan qanday narsa? Şeriat bormi yo'qmi birinchi? Ikkinchi u shariat degan qanday bir narsa? Bu Qur'onda shariat degan kelima bormi yo'qmi? Shariat degan to'g'riliq Alloh taolo to'xtalgan bizga bir jipuchi bergan bir yer bormi yo'qmi? Buning o'zida birinchi to'xtalish kerak. Uningdagi o shariatning o'zini tortib chiqib shariat degan mandaq narsa. Degan vaqtida o shariatning o'zini rasmiy o odam tungan tushungan vaqtida uning qanchalik ilg'or narsa ekanligini, qanday zamonga to'g'ri keladigan, qanday zamondagi ishlarni hal qila oladigan narsa ekanligini o'zini u odam his qila oladi. Ammo uni o'zini bilmagandan keyin o shariatniki Qur'oni Karim ko'rsatgan shariatni bilmagandan keyin u yer nima qildi degan vaqtda shariat degan hidoyat sharaf degan shu, uni bosh shariat yo'qmish. Xudoyim bo'lsa shariat to'g'riliq to'xtalamiz biz. Bu hafta Xudoyim bo'lsa inshaalloh shariat to'g'riliq to'xtalgan vaqtda shariat degan zot Qur'on Alloh taolo o shariat degan narsaning o'zini deganmi demaganmi? Shariatni insonlar yo'l qo'yishga bo'ladi bo'lmamdi, bormi yo'qmi u qanday narsa? Uning o'zini biz inshaalloh bir dars qilamiz, bir dars tugimiz, ikki dars qilamiz, ravurs qilib, uning o'zi bir tushuncha hosil qilamiz. Ammo shu o'limalar birliginiki odamlarga biz devatimiz hozir ham deymiz. Shariatni to'g'riliq biz to'xtalamiz, bizning oldimiz to'xtalib qolsin. Hal qilsin ashmasligini o'zini butun o'zi 70 necha o'lima bo'lgandan keyin bizga mushatmay. Oldiga keldi ayna. Bir odam kelib oldiga ana ashunday bir gapni qilsa, ashunday javob bergandek bo'lish kerak. Hikoya so'zlab o'ltirmay. Bu narsa sen murtadsin deydigan gaping bo'lma seniki. Javob berolmagandan keyin uni hujum qiladi, uni tillaydi, haqoratlaydi. Uni inoat tushirib, bu degan o'qimagan, bu degan qarqo'saq, bu deb o'ltirib, ayndaq o'zi inoat tushirib, xalqni oldida e'tiborsizlashtirish uchun bu harakat qiladigan gap. Vazifang u emas, sen olim bo'lgandan keyin ilmiy asosda bir odamga javob bersa yoki uningga xato desang, u xatoligini sen ilmiy asosda dalil keltirish. Qur'oni Karimda "Fa'tu burhanakum in kuntum sodiqin" degan oyat bor. Sen meniki rost deydigan ishing bo'lsa, sen uningga dalil keltirishing kerak. Dalil keltirolmadingmi, sen yolg'onchi degan gap. Men oyatda dalil keltirolmadi, yolg'onchi bo'lib chiqdi. Shuning bilan butun dunyoga pur ketdi hozir o Diamondning oqisida bir qatim o'zi Facebook nimada shu jonliq yayın qilsa, necha yuz ming odam bir xil qatnashadigan bo'ldi hozirgi vaqtda. O burun o'zi 1000-2000 odam qatnashmagan odam. Mana bozor deganni. Demak bu bundaq ketaversa insonlarniki hozir masalan dindan chiqaryapti. Biz dindan chiqaryapmaymiz insonlarning o'zini. Shu dinga din deb kelayotgan narsaniki asosini insonlar so'zlab qoyilqidek bir dalil isbot tepib berolmaganligi uchun insonlarni baxt saodatga erishtirib berolmaganligi uchun insonlarga to'g'ri bir yo'lni ko'rsatib berolmaganligi uchun insonlar zerikib undan chiqib ketdi. Agar insonga uni to'g'risining o'zini ko'rsatib haqiqiy bir yo'l ko'rsata olsa islom orqali inson nima ish kirmaydi unga? Kirdi. Ammo kirmaslik sabab nima degan vaqtda diniy olimlarniki ojizligi degan gap bu. Butunlay. Qur'onning ojizligi emas, diniy olimlarning ojizligi bu. Shuning uchun biz xurofotga ergashgan vaqtda bizniki hamma gapimiz nolga teng bo'lgan gap. Shunday bir odamning o'zi o Diamond degan xalbi o'qigan odamga, o'qimagan bir odam kelibmi, shu gapni so'rasa, bizni xalbi molla chaqlining o'zi professor, doktor bo'lib ketgan mollami, shunday javob berolmaydi odatda. Xo'sh. Undaqda xurafiy emas ekanligini, ya'ni bir narsaning haqiqat ekanligini biz nima bilan araymiz degan bir savolni bir javoblagan bo'lsak. Chunki hozirga qadar parchan-purat shaklda izohatlar berildi. Bir narsaning haqiqat ekanligini uning tutib turgan sepiga qarab turib belgilaydigan masalan bir mevaninki qandaq meva ekanligini daraxt chaplangan marksni belgilaydigan bir
bir tal mevaninki ta'mi uni tutib turgan odamninki yoki yasagan yoki parvarish qilgan odamninki mijal xarakter belgilaydigan mana tushunchalardagida bizning insonlar. He. Aş mevaning o'zining ta'mini tetib, ko'zini yumib turib bo'lsinmi? Ha bu palonni meva ekan-ku deyalaymiz oddibiyatan. Chunki shunga bir chaynash kerak, ta'mini tetish kerak. Andan keyin asli nima bilan selishtirish kerak. Bundan tepish lazım edi, lekin buningda shu samimiyat yo'qkin bizning insonlarda. Hem buniki bu dinniki nemesi Qur'onniki bo'libmi bir o'zi xurafiy emasligining o'zini, bu bir haqiqat ekanligini qanday tushunamiz, qanday o'tirib qo'yamiz degan vaqtda birinchi buniki o'zi burun tortib bu bir haqiqatmi, haqiqat emasmi degan insonlarning orasida shunday bir narsa paydo bo'lib qoladi. Nima uchun degan vaqtda Qur'oni Karimga nurg'ulg'an aqidalarini singdirib turib tarjima qilgan bo'lg'achqa bu insonlarning kallasini o'tmaydigan bir narsa bo'lib qoladi. Agar Qur'oni Karimning o'ziga, o'z matnisiga qaytgan vaqtida Qur'oni Karim ilmni asos qilgan, ilmiy ilmiyligi var. Yani ilmni asos qilgan holatdagi bir kitob, amaliyotga uyg'un kelgan bir kitob, amaliyotni hal qilgan bir kitob bo'lganligi uchun ham tajribadan o'tgan bir kitob bo'lganligi uchun amaliyotni hal qilish jarayon hal qilib insonlarni baxt saodatga erishtirgan bir kitob bo'lganligi uchun o'z vaqtida bundaq bir tajribalar bu kitobning beshidan o'tgan bo'lg'achqa buniki haqiqat ekanligi ashani isbotlandi degan gap. Agar biz yana shu payg'ambar estilganda Qur'onga eslib payg'ambar masalni Qur'on qanday tatbiq qilgan bo'lsa shunday tatbiqlash orqali Qur'onga biz masalni ayndaq tatbiqlash orqali masalani to'g'ri hal qila oladigan bo'lsak, yanada o'zi bizniki ishimizni hal qilishga yaraydi degan gap endi. Chunki bu tajribadan o'tgan bir kitob bo'lg'achqa ham amaliyotga uyg'un kitob. Qur'oni Karimning o'zidan deylik buni va bil haqqi anzalnahu va bil haqqi nazal degan kitobning oyatning o'zimi biz o'zi amaliyotga uyg'un tushirdik. Bu kitob amaliyotni hal qiladi deb degan o'zi mazmun bu. Bu nima degan vaqtda Alloh taolo payg'ambar alayhisolamning va sahobalarniki beşik bir ish kelgan vaqtida shu ishni hal qilish uchun tushirgan bo'lg'achqa amaliyotni hal qilgan bir kitob shu vaqtning o'zida. Demak shu voqelik bo'layotgan vaqtda bu voqelikni mandaq hal qilsa deb tushgandan keyin shundoq hal qilgandan keyin u voqelik u yerdagi o'zi ishlar ashunday hal bo'lgandan keyin demak Qur'oni Karim amaliyotda ishni hal qila olgan kitob ekanligi ashar isbotlangan demak. Şu Kur'an-ı Kerim'in özde Yusabbitullahu allazina amanu bil kavli sabiti fil hayati dunya ve bil ahiret diyen ayetin özümü. Dünya ve ahirette Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ne özü ispat kıldıqanlığı. Yani Kur'an-ı Kerim insanlarını doğru yolga yeteklaş arkalı galbi kazandırğanlığını dünya ve ahirette insanlar ispat kıldıqanlığını Kur'an'ın özü bayan kıldı. Bu ne mi diye vaqtda dünyada biz hazır mesela tarixini okusak Peygamber Aleyhisselam ve onun akıstaki halifelerinin zamanında zaten Müslümanların bir galbi kallığı enik. Bu bir ispat. Kıyamette o Kur'an demiş geçmeden diye vaxtın özde o Kur'an beni özde nicatlıkla eriştiramam diye geçmeden diye vaxtın özde Allah Teala muşundak insanların özünde bu Kur'an nicatlıkla eriştirgen. Meni bu eriştirgenin ispatı. Eğer sen bu muşluk egeşken bolsan, doğru yolunda egeşken bolsan, sınımı bu Kur'an'ın özüce nicatlıkla eriştirgen bolattı deydiğen bir kitap ekanligini Kur'an-ı Kerim özü bayan kılıvardı. Demek bu yer nesi mi diye vaqtda xiyali olturup yazgan kitap emas. Peygamber Aleyhisselam tağın töpsüge çıkıp olturup, onda Mekke'ye qarab qarab olturup hikaye yazgandek ya gelki şiir yazgandek yazgan bir kitap emas. Bu tam vaqalik beşik kelgan vaqtda tushgan. O ayet, şunun münasebetli ayet, şu vaqalikning o'zini şu ayet hal qilgan degan gap. Hal qilgan ekan, demak bu nimani bildirib desa, amaliyotni chiqish qilgan, amaliyot bo'layotgan ishni hal qilgan bir kitob degan gap. Bu o'zi nima degan vaqtda haqiqatligi mana o'sha yerni isbotlandi degan gap. Haqiqat shunday bir narsa yani. Buniki haqiqat degan bir to'g'ri degan gap. To'g'ri narsa demakki insonni ayta to'g'ri yo'lga, to'g'ri nishonga yetkazdi. Zaten musulmonlar o'z vaqtida yetkazdik. Bizni-chi degan vaqtda biz butun
Arabcha yozilgan narsaning hammasini din qilib, Qur'oni Karim bir yerga tashlab qo'yib, uningdagi shu narsaga ergashganligimiz uchun bizniki bu kun qolganligimiz yana aniq. Uning uchun biz bugungi xurofot degan darsimizda Qur'onning sirtdagi narsalarning hammasini o'qib qo'ysak bo'ladi. Va lekin uni din qilishga qat'iy bo'lmaydi, diniy manba qilishga qat'iy bo'lmaydi. U mushunda qilganki degan bo'lsa-mu, uniki shunda degan narsaga ishonchi yo'q yani. Yani Peygamber Aleyhisselam palaniye görüp öz bir nas yaptık, palan mandak ibadet kıptık degenin özümçü dese aşımı gumallık nesle. Yani Peygamberge böhtan çaplaydıgan eğer öz gumallık Peygamber Aleyhisselam kımga aşıgan boz kıldı diye dep biz işinip kalan vaxtda Peygamberge özü biz kımgan işini çaplagan bolumuz. Şu vaxtda Peygamberge özü böhtan çaplagan bolumuz. Yani hazırki dünyada burunku derslerdim, cik dedim ben bunun özünü en köp özü Allah'a, Allah'ın dinine, Allah'ın peygamberlerine, Allah'ın kitabına hakaret kıldıgan insanlar Müslümanlar. Müslümanların içinde mi? Aş alimler en cık özü hakaret kıldı. Ne için diye vaxtda Allah'ın kitabı diyor. Allah'ın kitabı doğru gelmeydigan, hatta zıt geldigan neslerin özünü din kılıp onun özünü Allah'a atıdı, Allah'ın peygamberine, Allah'ın dinine atış arkalık Allah'ın kitabını özgerdi. Yani bu Allah'a, Allah'ın peygamberine, Allah'ın dinine zulüm kılan insanlar bunlar. Ve men ezlemu mimmen iftara alallahi kezibe diyen bir ayet var. Allah'a yalganı tuğan insandımız zalim insan var mı? Diyen. Yani bu hazırki vaxtdaki Müslümanlar bulup mu Müslüman alimlerin özü en çok zalimler diyen gep Allah Teala'ga yalganı tuğuş arkalık zulüm kılan en çok zalimler yani. Yani şunun için biz her qanday meselenin doğru hatalığını, bir narsanın haq-nahaqlığını bilişte, onun öz diagnoz qoyuşta, o narsa əməliyyat uyğun kelamda kelmemdi. İlimge uyğun kelamda kelmemdi. Aql, mantıqqa uyğun kelamda kelmemdi. Bu narsani aşındaq tekshirib görüşümüz gerek. O narsa uyğun kelsa, o vaqtda o bir haqiqat. Eğer onun uyğun kelmese, o bir batıl bir narsa degan gap. İlimge asaslanmagan narsa nima degan vaqtda hazır bizde de hurafat yani. Hoş. Allah razı olsun. Abdülaziz birader, kerek keldiğini tövbe kılamsızlar ya birer. Ben kiripla ben özel eğitim aldım. Hoş bugün dersine Allah halsa düşünüştük bir şekilde anlayan olduk. Hurafat degan sözge Müslüman mı başka meydan karıştırılganlığımız, onunla nefretlenganlığımız bir reallıkta ziyandan taatkanlık için açtak inkas bildirimiz. Ama ismini İslam, ismini hadis, ismini ölümalarının cümlesi dep durup koyup onu din namıdan, Allah namıdan, falan şeyh namıdan dep kelgen vaqtınızda onun kiydirilgen ton, selli sakalının, libasının hürmeti, heybeti, cümlelerden korkuplan bunun zihninde vaycan diyemeydiğen onun anandaki peşe kelgen kısmetlerine bizden peşanımızın müddet pütüp diken deydiğen bir hatanın yani bir hata bilen boyaydigan avvalla bizning tariximizda köp ko'rildi. Qolgani aql ishoratlardan o'jib oldiriz. Programma har bir temada mustaqil bir mazmunni ayrim yoritishga tirishib qolmoqchi. Agar yana uning yana kirib izlasak, yana boshqa mazmunga chetilib ketgan vaqtida ta'minlayapman. Misha to'xtatilganda bo'lsa, bo'ldi. Men programlarda nima qildi? Bizdeki qarindoshlarimiz bir narsaning to'g'ri xatoligini arishda kimning so'zlayotganligi bilan armaslik lozim. Kim so'zlasin, u narsa to'g'rimi, xatomi, u aql, mantiqqa, amaliyat uyg'un kelish kelmaslik bilan uning o'zini arishni o'rganish lozim. Saqili yo'g'an, sallisi yo'g'an insonlar so'zlasa, uniki hamma xato bo'lsin, to'g'ri bo'lsin, hamma narsani to'g'ri deb o'zi e'tirof qiladigan
Saqılı yo'q, yoki bo'lmay sallisi yo'q beskib so'zlasa, unikini hamma to'g'ri bo'lsin, hammasi xato deydigan bundaq narsa bo'lmasligi lozim. Bu o'zi uniki to'g'ri xatolarni o'lchaydigan narsa. Zaten Qur'oni Karimda tafakkur qilmamsizlar, aqlingni ishlatmamsizlar deb nurg'u yerda o'zi Alloh taolo bizni buyruqliq. Uning uchun biz aqlimizni ishlatib, uni tafakkur qilib, uni aqlga, mantiqqa, ilmga to'g'ri keladigan, amaliyotga to'g'ri keladigan, kelmaydigan yerlarning o'zini surishti qilish orqali bu to'g'riga yoki xatoga deyishimiz lozim. Ammo hech bir zaman kiygan kiyimiga, uni soqollariga, uni yeshiga, yeshi cho'ng bo'lsa uni to'g'ri bo'lib ketadigan bundaq o'zi o'ylamasligimiz lozim. Xo'sh. Bu yer bo'ldi qilamdiqmi? Allah razı olsun. Abdülaziz gap qilmamiz bo'ladi. Bugun faqat ovoz chiqamayman dedi anlamyapti ekan. Ovozi chiqmayapti-chi, buning. Ovoz yo'q ekan-da. Bo'libdi davosa men ittifoq yapayamsa aldığımız programda görüşüle. Bo'ldi. Vatandagi vaqtimizda Ömerci olimniki xurofat deb bir naqsha o'qigan edi. Onun xurofat degan naqshiniki jonliqligi, o'tirib qo'yilgan mazmunlarning real ziyonlarini aniq tatqiqligimiz bilinganligi uchun shu chog'dagi mo'lla ulamo qarindoshlarimizning ba'zilari bu naqshining ta'siriga chiqib qolgan bu din asli bunda emasda deb shu xurofat qamchisi ustiga tekkandek tuyulib ashunga qarshi raddiya berish uchun hal tirkishib baqqanligi esimda bor. Ameliyatda Qur'on manbalik Allah'ın dinida bu naqshida ayıplangan bütün sifatlar tepilmaydi ekan. Ayna bo'lganligi uchun bu programning oxirida shu naqshini do'stlarga yana tekrar tavsiya qilib qo'yishni to'g'ri ko'rildi. O naqshidan keyin tabiiy holda naq maydon tugaydi. Onun uchun hozir xo'shishili, kelar qatam ko'rishili. Aman bo'linglar navoz. Evet. Alloh'a emanet. Allah'a emanet. İzdep yürüp cahandı bizni tapkan hurafat. İzdep yürüp cahandı bizni tapkan hurafat. Talay elde şallanıp bizgi yakkan hurafat. Bizgi yapkan hurafat, gadaylıqning urg'ini bizga chashqan hurafat. Baxit desak berolmay badar qashqan. İzdep yürüp cahandı bizni tapkan hurafat. İzdep yürüp cahandı bizni tapkan hurafat. Talay elde şallanıp bizgi yakkan hurafat. Nadonlikning to'nini bizgi yapkan hurafat. Gadaylıqning urg'ini bizga chashqan hurafat. Baxit desak berolmay badar qashqan hurafat. Timshab baqsam vazini xanqada yat deydi. Kiyib uzun perence kopmay tesir tat deydi. Xutullani yüzünge qar chumdan at deydi. Ömür boyu
bazada matan asfal sat deydi. Tüyel tutkan yolda egiz akan hurapat. Takdir deydi başlaydı bizni udul kavrige hakikatni tegişer salaklık sevrigel sevrigel kol koşturup turmakni udum kıldık nevrige külüp kettik şunlaşka tardek cefa çevirge bedniyetler kulda oldu tapkan hurapat. Tursa bizge bu alem 4-5 günlük konalgı yasalmısak bir lampa yaki bezmal ünalgı kaşakta gün össe halkımızge ualgı Marslağa uşkalla saldı ayga turalgı tutımızga ezeldin paltı çakkan hurapat. Kaşakta kalandı biz onundan kaçmışsak evlatlarga ilimden nurlarını çaşmışsak çaşmışsak nerede bizge bay buluş pengi işik aşmışsak özü esla yok almaz özümüzni tatmışsak bizni aldap boynuğa tumar askan hurapat. Bizni aldap boynuğa tumar askan hurapat.